Allo. Qayerdasan? Ha, hozir boraman. Assalomu alaykum Asror aka. Assalom. Uncha kech qoldingiz? Ha, metroda kelman. Ha, muhim gapim bor degandingiz, tinchlikmi? Men bilan vaqtingizda. Nima deganingiz? Endi aytaman-da, sen orzu qilgan hayotni bermayapman. Xohlagan narsalaringni olib bermayapman. Boshqa unaqa gaplaringizni gapirmang. Menga siz hech narsangiz kerak emas. O'zi men orzu qilgan muhabbatni beryapsiz. Shuni o'zi yetadi. Aldamayapsan. Deyman. Unaqa bo'lsa ketdik. Xo'jayin, mijozga buyurtmalarni berib qo'ydim. Bugun odam kamroq edi, shunga ertaroq uyga ketsam bo'ladimi? Yo'q, Asror. Bugun kechga mijozlarimiz ko'p. Keyin buyurtmalar ham yig'ilib qolgan. Mana to'la ertalab borib dam olarsan. Maylimi? Ha, Tohiring kelmadimi? Yo'lda bo'lsa kerak, hozir kelib qoladi. Men metroda kelayotgandirda. Voy, ana. Allo, Asror aka, assalomu alaykum. Kelyapsizmi? Ha, yo'q ey. Mayli, xo'p. Ha, nima bo'ldi? Kelmas ekanmi? Ishlar chiqib qopti. Ertaga ko'rishamiz. Men senga necha marta aytganman. U senga arzimaydi. Uni faqat umr ishda o'tadi. Sen esa chiroyli qizsan. Undan zo'rlariga loyiqsan. Asror. Ancha charchabsan. Bugun yaxshi ishlading. Bu seni oyliging. Rahmat, turgan. Oxirgi kunim qolgan edi. Uyga borib dam yena. Kechga kelasan. Xo'p. Yaxshimisan? Sizdan xafaman. Kecha o'zimni yolg'iz qoldirdik. Bu senga. O'ylab ko'ring. Yana senga zo'r sovg'am bor. Qanaqa? Borganda ko'rasan. Ket. Rahmat. Nimadir yeyib bo'ldi? Ovqatga pul qolmadi-yu. Xoddogan bo'laveradi. Ha, bo'pti, yura qol.